21 pora. Ahli kitob bilan faqat eng chiroyli ravishda munozirlashinglar. Ularning ichidagi zulm qiluvchilar, ya'ni sizlarga qarshi urush qiluvchilar va fidya berishdan bosh tortuvchilar buningdan mustasno. Aytinglarki, bizga nozil qilingan kitobga va sizlarga nozil qilingan kitobga iymon etdik. Sizlarning ilohinglar va bizning ilohimiz birdir. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. Ey Muhammad, shuningdek yana sendan ilgirkilarga kitob nozil qilgandek, sana kitob yana Qur'on nozil qildik. Biz kitob berganlar, ya'ni Yahudilar, Nasaralardan Qur'onga ishonadiganlar bor. Bulardan ya'ni Makka olisidan Qur'onga ishonadiganlar bor. Bizning oyatlarimizni faqat kofirlar inkor qiladi. Ilgari sen kitob o'qishni bilmayding, xat yozishni bilmayding. Mubodi sen kitob o'qigan, xat yozadigan bo'lsang, o çağda haqqı qarşı turğuchilar cho'qim gumonlanadi. Undaq emas, ya'ni ish zolimlar gumon qilgandek emas. Qur'on ilm berilganlarning ko'ngillarida saqlangan ro'shan oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zolimlar inkor qiladi. Ular nimishqa uningga Parvardigordan mo'jizlar nozil qilinmaydi dedi. Aytqinki, mo'jizlar haqiqatan Allohning dargohidadir. Mening qo'limda emasdir. Men faqat oshkora ogohlantiruvchiman. Bizning ularga tilovat qilinib turadigan kitobni sana nozil qilganligimiz ularga mo'jiza bo'lishga kifoya qilmadimi? Bu kitobda iymon etgan qavm uchun shak shubhasiz rahmat va vaz-nasihat bor. Aytqinki, men bilan sizlarning oranglarda mening rost payg'ambar ekanligimga guvoh bo'lishga Alloh kifoyadir. Alloh osmonlardagi va zimindagi hammani bilib turadi. Botilga agashgan, Allohni inkor qilgan odamlar ziyon tortquvchilardir. Ular senden azapның çapsan kelişini talab qiladi. Allah ularning halak bo'lishining muayyan vaqtini belgilemegen bo'lsa edi, ularga azap albatta ular talab qilgan vaqtda keladi. Ularga azap cho'qim ular xabarsiz holatda turganda ushtum-tut keladi. Ular senden azapның tez kelishini talab qiladi. Shak shubhisizki, jahannam qiyomat kuni kofirlarni qurshab turg'uchidir. O kunda azap ularni ustilaridan, oyoqlarining ostidan o'rib oladi. Allah ularga dunyoda qilgan amallaringlarning jazosini tetinglar deydi. Ey mu'min bandalarim, mening ziminim haqiqatan kengdir. Mangli ibodat qilinglar. Har bir jondor o'limning ta'mini tetig'uchidir. Ondan bizning dargohimizga qaytirilasizlar. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatning oliy joylariga o'rlashtiramiz. O yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi amallarni qiluvchilarga berilgan mukofot nima degan yaxshi? Ular Allohning yo'lida yetgan arziyatlarga savr qiladi. Hamma ishlarda Parvardigorga yo'linadi. Nurg'un hayvonlar o'z rizqini ustiga ololmaydi. Ularni va sizlarni Alloh rizqlantiradi. Alloh so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi, kunni va oyni kim bandalarining manfaati uchun bo'ysundirdi deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Ular qandoqmi Allohning ibodatidan bosh tortadi? Alloh bandalaridan qaysi odamning rizqini keng qilmoqchi bo'ladi ekan, uni keng qiladi. Qaysi bandasining rizqini tar qilmoqchi bo'ladi ekan, uni tar qiladi. Alloh haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. Agar sen ulardan bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan o'lgan zaminni tirildirgan kim deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob beradi. Aytqinki, sizlarga qarshi pokitlar bor bo'lganlikdan jimi hamd sana Allohga xosdir. Ammo ularning to'lisi bu so'zlardagi ziddiyatni tushunmaydi. Dunyo tirikchiligi faqat o'yin kulka va g'aflatdan iboratdir. Shubhisizki, oxirat yurti haqiqiy hayot yurtidir. Agar ular bilsa edi, bu dunyoni o dunyodan ortiq ko'rmaydi. Ular kemiga chiqib g'arq bo'lishdan qo'rqqan chaqlarida Alloh kamoli ixlos bilan iltijo qiladi. Alloh ularni omon eson quruqlikqa chiqargan chaqda balo qazodan qutuldirgan Allohni unutib, to'satdan Allohga sherik keltiradi. Ular bergan ne'matimiz, ya'ni dengizdan qutuldirganligimizga noshukrlik qilib boqsin. Qolgan umrlardan bahramand bo'lsin. Ular ishning oqibatini kelgusida biladi. Ular yana mushriklar ko'mamdiki, biz haramni omon joy qildik. Halbuki ularning atrofidagi kishilar asri ilinayotdi va o'ltirilyotdi. Ular botilga ishinib, Allohning ne'matini inkor qilamdi.
Allahqa yolg'onni chaplagan va haq kelganda uni inkor qilgan odamdimi zolim odam bormi? Jahannamda kofirlarga joy yo'qmidi? Albatta bor. Biz uchun kurash qilganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz. Allah haqiqatan yaxshi ish qiluvchilar bilan birlidir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 30. sura Rum Mekkede nazil bo'lgan 60 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Alif, Lam, Mim. Rumluqlar yaqin bir joyda yengildi. Ular yengilgandan keyin bir qancha yil ichida yengadi. İlgiri va keyin hamma ish Allohning boshqarishidadir. Bu kunda mu'minlar Allohning bergan yordam bilan xushal bo'ladi. Allah xohlagan kishiga yordam beradi. Allah g'olibdir, mu'minlarga nihoyat mehribondir. Allah ularni g'olib qiladiganligini va'da qildi. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi, chunki Allohning va'dasi haqdir, so'zi rostdir. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. Ular hayoti dunyoning tashqi ko'rinishini biladi. Ular oxiratdan, ya'ni oxirat ishida o'ylanishdan va oxirat uchun ishlashdan g'aflatdadir. Ular oqibatining qandoq bo'ladiganligini bilishlari uchun o'zlari ustida fikr yurgizmamda. Allah osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi yulduz qatorliq narsalarni faqat haq va muayyan vaqtli qilib yaratdi. Shak shubhisizki, nurg'un kishilar Parvardigorga muloqot bo'lishni, qayta tirildiganligini, qilgan amaliga yarasha mukofotlanadiganligini yoki jazolanadiganligini inkor qiluvchidir. Ular yer yuzida kezib o'zlaridan ilgari o'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'zatmadimi? Ular yana o'tganlar quvvatli bulardan kuchli edi. Ular ziroat terishda, imorat silishda, bular yana Qurayshlardan ustun edi. Ularga payg'ambarlari mo'jizalarni olib keldi, lekin ular mo'jizalarni inkor qildi. Allah ularga zulm qilmadi, ya'ni Allah ularni gunohsiz qilgani yo'q, lekin ular o'zlari kufri uchun va payg'ambarlarning mo'jizalarini inkor qilganliklari uchun o'zlariga zulm qildi. Shuning bilan ular halok bo'lishga tegishli bo'ldi. Ondan yomon ish qilganlarning oqibati eng yomon bo'ladi. Chunki ular Allohning oyatlarini inkor qilgan va masxir qilgan kishilardir. Allah maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qiladi. Ondan uni o'lgandan keyin tirildiradi. Ondan Allohning dargohiga hisob uchun qaytarilisizlar. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda gunohkorlar umid silinib ketadi. Ularga sherik keltirgan butlardan shafaat qiluvchilar bo'lmaydi. Ular sherik keltirgan butlardan tanidi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mu'minlar bilan kofirlar bir-biridan ayriladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar bag'chida, ya'ni jannatning bag'chilarida yoyirtiladi. Bizning oyatlarimizni va oxiratga muloqotni inkor qilgan va yolg'onga chiqarganlarga kelsak, ular davomli azobda qoladi. Sizlar oqshomda va atdiganda Allohga tasbih aytinglar. Osmonlardagi, zimindagi hamd sana, kesh va peshin vaqtlardagi hamd sanoning hammasi Allohga xosdir. Allah jonsiz narsalardan jonliq narsalarni chiqaradi. Jonliq narsalardan jonsiz narsalarni chiqaradi. O'lgan zaminni tirildiradi, ya'ni qurg'oq zaminni o'simliklar bilan ko'kartiradi. Sizlarmi mushundaq tirildirilsizlar. Allohning sizlarni tuproqdan yaratganligi, ondan sizlarning inson bo'lib zaminda tarilib yurishinglar Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ayollar bilan unsi ulfat ilishinglar uchun Allohning ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi, oranglarda ya'ni er-xotin orasida mehr muhabbat o'rnatganligi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Fikr yurgizadigan qavm uchun shak shubhisizki, buningda nurg'un ibratlar bor. Allohning osmonlarni, zaminni yaratganligi, tilinglarning, ranginglarning xilma-xil bo'lishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Buningda bilimli kishilar uchun haqiqatan nurg'un alomatlar bor. Sizlarning kechasi va kunduzi uxlashinglar, kunduzi Allohning marhamatidan rizq talab qilib harakatlanishinglar Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Shak shubhisizki, buningda anglaydigan qavm uchun nurg'un ibratlar bor. Allohning sizlarga chaqmoqni qo'rqinch va umid qilib ko'rsatishi, bulutdan yomg'ir yog'dirib, uning bilan o'lgan zaminni tirildirishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Tushunadigan qavm uchun buningda
shak shubhisizki nurg'un ibratlar bor. Allohning osmon zaminni o'z amri bilan muallaq turg'izishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ondan Alloh qabrlarga ko'milib yotgan sizlarni yer ostidan chaqirsa, darhol chiqsizlar. Osmonlardagi va zamindagi hamma Allohningdir. Hamma Allohga bo'ysunuvchidir. Maxluqotni dastlabda yo'qdan bor qiladigan, ondan uni o'lgandan keyin tirildiradigan Alloh ana shudir. U, ya'ni maxluqotni tirildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan bor qilganga qaraganda o'ng'aydir. Osmonlarda va zaminda eng oliy sifat Allohga xosdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Alloh sizlarga o'zinglardan bir misol keltiradi. Biz sizlarga rizq qilib bergan mol-mulkka qullaringlarning sherik bo'lishiga, u borida ularning sizlar bilan barobar bo'lishiga, ulardan o'zlaringlar, ya'ni ozod kishilardan qo'rqadek qo'rqishinglarga rozimisizlar? Buningga rozi bo'lmagan ekansizlar, maxluqotning Allohga sherik bo'lishiga qanday rozi bo'ldinglar? Tushunadigan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsili bayon qilamiz. Undaq emas, ya'ni Allohga sherik keltirishda ularning hech qanday uzrisi yo'q. O'zlariga zulm qilganlar bilimsizlikdan nafs xohishiga ergashdi. Alloh gumroh qilgan odamni kim hidoyat qila oladi? Ularga hargiz yordam qiluvchi bo'lmaydi. Batil dinlardan burilib islom diniga yuzlangan, Allohning diniga ergashganki, Alloh insonlarni shu fitrat bilan yaratgan. Allohning yaratganida o'zgarish bo'lmaydi. Bu to'g'ri dindir. Lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. Allohga tavba bilan qaytinglar. Allohdan qo'rqinglar, namozni ado qilinglar, mushriklardan bo'lmanglar. Sizlar dinda ixtilof qilishib, firqa bo'lib, har firqa o'z dini bilan xushallanadiganlardan bo'lmanglar. İnsanlarga biraz ziyan zahmet yetken çağda, ular Parvardigoriga ixlos bilan iltijo qiladi. Ondan Alloh ularga rahmetini tetitgan çağda, ulardan bir firqa darhol Parvardigoriga sherik keltiradi. Ular bizning bergan ne'matlarimizga noshukrlik qilib baqsin qani. Ey mushriklar, dunyo tirikchiligida sizlarga bergan ne'matlarimizdan bahramand bo'linglar. Sizlar fani dunyoning ne'matidan bahramand bo'lganliginglarning oqibatini kelgusida bilasizlar. Yoki ularga ularning butlarga cho'qinishining to'g'riligini so'zlaydigan bir kitob nozil qildikmi? Mundaq bo'lg'ini yo'q. İnsanlarga rahmatni tetitsak, ular buningdan xushallanib ketadi. Agar ularga qilmishlari tufaylidan bir ko'ngilsizlik yetsa, darhol umidsizlanib ketadi. Ular bilmamdiki, Alloh xohlagan odamning rizqini keng qiladi. Xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Haqiqatan buningda rizq bergan Allohning hikmatiga ishindigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Qish aqrabolarga, miskinlarga, ibn sabillarga, sil-rahim va yaxshilikdan tegishli haqqini bergin. Allohning roziligini ko'zlaydiganlar uchun bundaq qilish yaxshidir. Ana shular maqsadga erishguchilardir. Sizlar kishilarning pul mili ichida o'stirish uchun biror pul mol bersanglar, Allohning dargohida u o'smaydi. Ya'ni kishilar berganimdan jiqaroq qaytirsin degan niyat bilan berilgan sovg'ining Allohning dargohida savobi bo'lmaydi. Allohning roziligini ko'zlab bergan sadiqalar yoki ihsonlarga hassilab savob beriladi. Alloh sizlarni xalq etdi. Ondan sizlarga rizq berdi. Ondan sizlarni qabz ruh qiladi. Ondan sizlarni tirildiradi. Sherik keltirganinglardan qaysi bu ishlarning qaysi birini qila oladi? Alloh pokdir, ularning sherik keltirgan narsalardan olidir. İnsanlarning qilgan gunohlari tufaylidan qurg'uliqda va dengizda ofat yuz berdi. Alloh ularni tövbe qilsin deb qilmishlarining bir qismining jazosini ularga tetitdi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, yer yuzida sayr qilinglar. O'tganlarning oqibatining qanday bo'lganligiga qaranglar. O'zlariga zulm qilganlarning joylariga qaranglarki, ularning payg'ambarlarni inkor qilganliklarining oqibati qanday bo'lgan. Alloh taolo ularning diyorlarini xarob qilib, ularni ibrat olg'uvchilar uchun ibrat qildi. Ularning to'lisi mushrik edi. Alloh tarafidan keladigan qarishtirib bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kelishdan ilgari to'g'ri dinga yuzlangan. Bu kunda ularning bir qismi jannatga, bir qismi jahannamga ayriladi. Kimki kofir bo'lsa, do'zaxda abadiy qilib, kufrning jazosini o'zi tortadi. Kimlarki yaxshi amal qilsa, o'zlari uchun oxiratda joy rastlaydi. Alloh iymon etgan,
va yaxshi amallarni qilganlarni marhamatidan mukofotlaydi. Allah haqiqatan kofirlarni do'st tutmaydi. Allohning sizlarga o'zining rahmatini tetitish, amr bo'yicha kemalarni dengizlarda mangdirish, o'zining marhamatidan tilishinglar va shukr qilishinglar uchun shamollarni yomg'ir bilan xushxabar berguvchi qilib avatishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ey Muhammad, shubhisizki sendan ilgari nurg'un payg'ambarlarni qavmiga payg'ambar qilib avatdiq. O payg'ambarlar ularga o'zlarining rost payg'ambarligini isbotlaydigan nurg'un ro'shan mo'jizlarni ib keldi. Ular mo'jizlarni inkor qilib osiylik qildi. Osiylik qilganlarni jazoladik. Mo'minlarga yordam qilish bizga tegishli bo'ldi. Allah shamollarni avatib bulutni qo'zg'aydi. Ondan uni osmonda xolig'ini bo'yicha tarqitadi. Go'yi uni tarqoq parchalarga bo'ladi. Shuning bilan yomg'irning bulutning orasidan tushayotganligini ko'rsan. Allah yomg'irni xohlagan bandalarining ustiga yog'dirgan chaqda ular darhol xushal bo'lib ketadi. Halbuki ular yomg'ir yig'ishdan burun haqiqatan umidsizinib ketgan edi. Allohning rahmatidan natijalarga qarag'inki, o zaminni o'lgandan keyin qandoq tirildirdi? Shubhisizki Allah haqiqatan o'liklarni tirildirguvchidir. Allah hamma narsaga qodirdir. Agar biz ziroatga ziyonli shamolni avazsak, ular shamolning ta'siridan ziroatning sarg'ayib ketganligini ko'rsa, shuningdan keyin ular Allohning ilgirki ne'matlariga kufrlik qiladi. Shubhisizki sen o'liklarga so'zingni anglatolmaysan. Arkasiga qarab yuz o'rgan gaslarga chaqirg'ini anglatolmaysan. Ko'rlarni gumrohlikdan qutqizib to'g'ri yo'lga sololmaysan. Sen faqat bizning oyatlarimizga ishindiganlarga so'zingni anglatalaysan, ular musulmonlardir. Allah sizlarni ojiz yaratdi. Ondan sizlarni ojizlikdan kuchli qildi, ondan sizlarni kuchliklikdan ojiz qildi va sizlarga qiyrilikni yetkazdi. Allah nemini xolisi shuni yaratdi. O hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda gunohkorlar dunyoda faqat ozgina vaqt turganligiga qasam qiladi. Ular dunyodagi chog'larda mushundoq yolg'onchilik qiladi. Ilmi bor, iymoni bor odamlar aytdi. Sizlar Allohning taqdiri bo'yicha dunyoda va qabrlaringlarda qiyomat kuniga qaldinglar. Mana bu qiyomat kunidir. Lekin sizlar bilmaydinglar, ya'ni qiyomatning haqligiga ishonmaydinglar. Bu kunda zolimlarning aytgan o'zrisining foydasi bo'lmaydi. Ulardan ularning tavba qilishi ya itoat qilishi bilan Allohni rozi qilishi talab qilinmaydi. Shak shubhisizki bu Qur'onda kishilarga turli misollarni bayon qildik. Agar sen ularga Qur'on oyatlaridan bir oyatni keltirsang, kofirlar dillari qasovatlashib ketganlikdan cho'qim aytidiki, sizlar faqat yolg'onchilarsizlar. Allohning birligini bilmaydigan kuffarlarning dillarini mushundoq pechatlaymiz. Ey Muhammad, mushriklarning arziyatlariga sabr qilgin. Allohning sana nusrat ato qilish va diningni ustunlikka ega qilish va'dasi haqiqatan haqdir. Oxiratga ishonmaydiganlar seni yengil taqib qo'ymasin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohim. 31-sura Luqman. Makkada nozil bo'lgan 34 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif lam mim. Bu hikmatli kitobning oyatlaridir. O ta'dil arkam bilan namoz o'qiydigan, Allohning rizosini tilash yuzidan ko'ngil ozodligi bilan zakot beradigan va oxiratga jazman ishindigan yaxshi ish qilguvchi kishilarga hidoyatdir va rahmatdir. Aşılar yani yuqorqi sifatlarga ega kishilar Parvardigorining to'g'ri yo'lda bo'lg'uvchilardir, ana shular maqsadga erishguvchilardir. Ba'zi kishilar bilimsizlikdan kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun behuda gaplarni setib oladi va Allohning yo'lini masxir qiladi. Ana shular qo'rqilg'uvchi azobga duchor bo'ladi. Agar uningga bizning oyatlarimiz, ya'ni Qur'on oyatlari o'qib berilsa, go'yo uni anglamagandek, ikki qo'liga eg'irlashib qolgandek Allah'ın ayetlerine kulak selişten tekabburluk bilen yüz öğreydi. Ey Muhammed, onun qattiq azap bilen xushxabar bergin. Şübhesiz ki, iman etgan ve yaxshi amallarni qilganlar nazu nimmetlik cennetlerge kiradi. O cennetlerde ular mangu qoladi. Bu Allah'ın rast va'disidir. Allah va'disiga xiloflik qilmaydi. Allah g'olibdir, hikmet bilen ish qilguvchidir.
Allah osmonlarni to'riksiz yaratdiki, sizlar uni ko'rib turibsizlar. Yer tavrab sizlarni xotirjamsiz qilmasin deb yerda tog'larni o'rnatdi. Zaminda turli jondorlarni taratdi. Bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan zaminda turli foydali o'simliklarni o'stirdik. Mana bular Allohning yaratgan mahluqotlardir. Menga ko'rsatib beringlarki, Allohdan boshqa ma'budlaringlar zodi nimalarni yaratdi? Balki zolimlar o'p-ochiq gumrohlikdadir. Biz Luqmonga haqiqatan hikmat ato qildik. Onunga aytdikki, Allohga shukr qilgan, kimki shukr qiladi ekan, o'zi uchun qilgan bo'ladi. Kimki kufrlik qiladi ekan, shubhisizki Allah bandalardan behojatdir, madhiyaga loyiqdir. O'z vaqtida Luqman o'g'liga nasihat qilib, "Ey o'g'ilchiqim, Allohga sherik keltirmagan, sherik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir" dedi. İnsanni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Onasi uni qo'rsig'ida usti-ustiga ojizlik bilan ko'tardi. 2 yilda uni amchakdan ayirdi. "Ey inson, menga va ota-onangga shukr qilgin. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Ularga dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin. Menga toat bilan qaytgan odamning yo'liga ergashgin. Ondan mening dargohimga qaytsizlar. Sizlarga qilmishinglarni aytib beraman." Luqman aytdi: "Ey o'g'ilchiqim, qilmishing qichichaqliq narsa bo'lib, u uyul tashning ichida, ya osmonlarning qetida, ya zaminning ostida bo'lsa-mu, Allah uni hozir qiladi. Uning hisobini oladi. Allah haqiqatan inchiki ko'zatguvchidir, hammadan xabardordir. Ey o'g'ilchiqim, namozni vaqtida ta'dil arkon bilan o'qigin. Kishilarni yaxshilikqa buyurgin, yomonlikdan to'sqin. Sana yetgan kulfatlarga sabr qilgin. Chunki haqiqatga da'vat qiluvchi arziyatlarga uchraydi. Bu haqiqatan qilish uchun iroda tiklashga tegishli ishlardandir. Kishilardan mansitmaslik bilan yuz o'rmagin. Zaminda g'odiyib mangmagin. Allah haqiqatan haqqovur, o'zini cho'ng tutquchilarni do'st tutmaydi. O'ttir hal mangin, ovozingni pastlatgin. Ovozlarning eng zerikarligi haqiqatan eshaklarning ovozidir. Bilmamsizlarki, Allah osmonlardagi va zamindagi hammani sizlarga bo'ysundirib berdi. Ya'ni sizlarning foydalanishinglarga muvofiqlashtirib berdi. Sizlarga oshkora va yo'shirun, ya'ni moddiy va ma'naviy ne'matlarni kamolatga yetkazib berdi. Ba'zi kishilar hech qanday ilmsiz, hidoyatsiz va nurliq kitobsiz holda Alloh borida jidallashadi. Agar ularga Allah nozil qilgan narsa, ya'ni Qur'onga ergashinglar deyilsa, ular yo'q, biz ota-bovlarimizning diniga ergashimiz deydi. Shayton ularni do'zax azobiga chaqirgan tursa, ular yana ota-bovlarining diniga ergashamdi. Yaxshi ish qiluvchi bo'lgan holda ixlos bilan Allohga bo'ysungan odam mahkam tutqiga esilgan bo'ladi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir. Kimki kofir bo'ladi ekan, uning kufri seni qayg'uga solmasin. Ular bizning dargohimizga qaytadi. Ularga dunyodagi qilmishlarini aytib beramiz. Allah haqiqatan ularning dillardagini bilib turg'uchidir. Ularni dunyodan ozg'ina muddat bahramon qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim xalq etdi deb so'rasang, ular cho'qim Alloh deb javob berdi. Aytqinki, jimi hamd sana Allohga xosdir. Balki ularning to'lisi uqmaydi. Osmonlardagi va zamindagi narsalar Allohning mulkidir. Allah haqiqatan maxluqotdan va ularning ibodatidan behojatdir, madiga loyiqdir. Agar yer yuzidagi daraxtlarning hammasi qalam bo'lgan, dengiz siyoh bo'lgan, uningga yana 7 dengizning siyosi qo'shilgan taqdirdami, Allohning so'zlarini yezib tugatgili bo'lmaydi. Allah haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Ey insonlar, sizlarning dastlabda yaratilishinglar, o'lgandan keyin tirildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi, bir odamning tirildirishiga o'xshashdir. Allah haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, amallarini ko'rib turg'uchidir. Allahning kechini kunduzga va kunduzni kechiga kirgizdiganligini, kun bilan oyni bo'ysundirganligini ko'rmamsan? Kun bilan oyning har biri muayyan muddat, ya'ni qiyomatgacha o'z orbitasida sayr qiladi.
Allah sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardardir. Bu shuning uchunki Allah haq ilohdir. Ularning Allohni qo'yib ibodat qilganlari, ya'ni butlari batildir. Allah olidir, buyukdir. Ko'mamsanki, kemalarning Allohning marhamati bilan dengizda yurishi Allohning sizlarga o'z qudratining bir qism dalillarini ko'rsatishi uchundir. Buningda har bir sabr qiluvchi, shukr qiluvchi banda uchun haqiqatan cho'ng ibrat bor. Dengizda ularni tog'lardek do'lqinlar o'rib olgan chaqda, ular kamoli ixlos bilan Allohga iltijo qiladi. Allah ularni dengiz xatarlaridan qutuldirib quruqliqqa chiqargan chaqda, ularning ba'zisi to'g'ri yo'lda bo'ladi. Bizning oyatlarimizni faqat xiyonatkor, Allohning ne'matlaridan tangan odamlar inkor qiladi. Ey insonlar, Parvardigoringlarga buyruqlarini o'rindash, ma'ni qilingan ishlardan cheklanish bilan taqvodorlik qilinglar. Shundoq bir kundan qo'rqinglarki, u kunda ota bolasiga asqatmaydi, balami otasiga asqatmaydi. Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Sizlarni hargiz dunyo tirikchiligiga aldab qo'ymasin. Shaytonning sizlarni Allohning afosining kengligi bilan aldishiga yo'l qo'ymanglar. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Allah yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'diradi. Va jidondagilarning nima ekanligini, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh biladi. Hech odam ati nimalarni qiladiganligini, yana uningga nima ish bo'ladiganligini, yaxshi-yomon ishlardan nimalarni qiladiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ladiganligini bilmaydi. Allah haqiqatan bütün ishlarni bilib turg'uchidir, shaylarning ishki va tashqi taraflardan to'liq xabardardir. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 32. sura Secde. Mekke'de nazil bo'lgan 30 oyat. Nahayet şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif lam mim. Bu kitap yana Qur'onning olamlarning Parvardigori tarafidan nazil qilinganligida hech shak yo'qdir. Mushriklar Muhammad uni o'zi to'qidi deydi. Hargiz undaq emas. Balki o sendan ilgari hech qanday bir payg'ambar kelmagan bir qavmni hidoyat topsin deb ularni ogohlantirishing uchun Parvardigoring tarafidan kelgan haqiqatdir. Allah osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ondan arish ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday ega yo'q, shafaat qiluvchimi yo'q. Buni fikr qilib iymon etmamsizlar? Allah osmondan zamingacha bo'lgan maxluqotning ishlarini idora qilib turadi. Ondan o ishlar uzunligi sizlar sanayotgan 1000 yilda keladigan bir kunda Allohning dargohiga o'rlaydi. O Allah yoshirinni va oshkorni bilguchidir. G'olibdir, bandalarga nihoyat mehribondir. O hamma narsani chiroyli, ya'ni hikmatiga muvofiq joyida yaratdi. Dastlabda insonni, ya'ni insonlarning otasi Odam alayhissalomni loydan yaratdi. Ondan uning naslini arzimas suning javhiri, ya'ni ma'nidan yaratdi. Ondan uni ravurs yaratib, uningga o'ziga mansub ruhni kirgizdi. Yana sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va yuraklarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. Ular yer ostida yo'qolgandan keyin rostlik qayta tirilamdiq deydi. Balki ular Parvardigoriga muloqot bo'lishni inkor qilguvchilardir. Aytqanki, sizlarning jininglarni elishga muvakkal qilingan farishta sizlarning jininglarni oladi. Ondan Parvardigoringlarning dargohiga qaytarilsizlar. Agar sen gunohkorlarning Parvardigorining dargohida boshlarini sangiltib turganligini ko'radigan bo'lsang, albatta qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'larding. Ular aytadi: Parvardigorimiz, ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargan, biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Agar biz xohlasak, har bir kishiga albatta hidoyat beratdik. Lekin mening gunohkorlarni azob qilishdan iborat hukmim bekitilib bo'ldi. Men cho'qim jinlar va insonlar bilan jahannamni to'ldiraman. Ahli do'zaxga aytiladi: "Mushu kundagi uchrashinglarni unutib qolganliginglar uchun bu xo'rlig'uchi azobni tetinglar. Biz mu haqiqatan sizlarni unutdik. Qilmishinglar tufaylidan mangulik azobni tetinglar." Bizning oyatlarimizga haqiqatan shundoq kishilar iymon etadiki, ularga shu oyatlar bilan vaz-nasihat qilinsa, Allohning oyatlarini ulug'lash yuzasidan
Allah'a secde qilgan holda yiqiladi. Parvardigoriga tasbih aytadi. Hamda aytadi. Ular Parvardigorning taat ibodatidan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Ularning yonlari o'rin ko'rpidan yiroq bo'ladi. Ular Parvardigorning azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib uningga duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llarga sarf qiladi. Ularning qilgan amallarga mukofot yuzidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xushal qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi. Mu'min odam fosiq odamga o'xshamda, ular oxiratlik savobni barobar emas. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, ularning qarorgohi jannat bo'ladi. O ularning qilgan amallarini mukofotlash yuzidan ular uchun tayyorlangan joydir. Allohning itoatidan chiqqanlarga kelsak, ularning joyi do'zax bo'ladi. Har qachon ular do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytariladi. Ularga sizlar inkor qilgan do'zaxning azobini tetinglar deyiladi. Ularning tavba qilishi uchun biz ularga cho'qim eng cho'ng azobdan, ya'ni oxirat azobidan ilgari eng yaqinqi azob, ya'ni dunyo azobini tetitimiz. Parvardigorining oyatlari bilan vaz-nasihat qilingan, ondan uningdan yuz o'rgan odamdanmi zolim odam bormi? Biz gunohkorlarni cho'qim jazolaymiz. Shak shubhisizki, biz Musoga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. Ey Muhammad, sen Musoga muloqot bo'lishdan sheklanmagin. Biz Tavratni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ular kulpatlarga sabr qilgan, bizning oyatlarimizga jazman ishongan chaqda ulardan bir qism kishilarni bizning amrimiz bilan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan peshvolar qildik. Sening Parvardigoring qiyomat kuni ularning orasida ular ixtilof qilishgan diniy ishlar ustida albatta hukm chiqaradi. Ulardan ilgari o'tgan qanchilgan ummatlarni halok qilganligimizni ular bilmamdi. Ular yana Makkaliklar, ular yana halok bo'lganlarning yurtidan o'tib turadi. Buningda bizning qudratimizning kattaligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ular anglamamdi. Ular ko'mamdiki, biz giyohsiz zaminga yomg'ir suyini surib ib boramiz. Uning bilan ularning hayvonlari va o'zlari yeydigan ziroatlarni undirib chiqaramiz. Ular buni ko'mamdi. Ular yana Makka kuffarlari masxara qilish yuzidan biz bilan sizlarning oranglarda chiqariladigan bu hukm qachon amalga oshadi? Agar sizlar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, etib yiqinglar deydi. Aytqinki, hukm chiqariladigan kunda kofirlarning etgan iymonining foydasi bo'lmaydi. Ularga muhlatmi berilmaydi. Sen ulardan yuz o'rgin. Sen Allohning ularga tushadigan azobini kutgin. Ularmi haqiqatan sizlarga tushadigan narsalarni kutuvchilardir. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 33-sura Ahzab. Madinada nozil bo'lgan 73 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey payg'ambar, Allohga taqvodorlik qilishni davomlashtirgin. Kofirlarga va munofiqlarga itoat qilmagin. Alloh haqiqatan bandalarning ahvolini bilib turg'uchidir, ularning ishlarini hikmat bilan boshqarg'uchidir. Sana Parvardigoring tarafidan vahiy qilingan narsaga, ya'ni Qur'onga ergashgin. Allah haqiqatan qilgan amallaringlardan to'liq xabardordir. Hamma ishingda Allohga yo'langin. Allah sana homiy bo'lishga yetarlikdir. Allah hech odamning ichida ikki yurak yaratgani yo'q. Sizlar zihar qilgan ayollaringlarni Allah sizlarga ona qilgani yo'q. Sizlar bola qilganlarni Allah hamma hukmda o'z pishtonlardan bo'lgan bolalaringlarning hukmida qilmadi. Bu yana o'z pishtonlardan bo'lmaganlarni bola deyish faqat og'zinglarda aytilgan so'zdir. Allah haq so'zni aytadi, to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ularni otalarining ismi bilan chaqiringlar. Bu Allohning dargohida to'g'ridir. Agar ularning otalarini bilmasanglar, o chaqda ular sizlarning diniy qarindoshlaringlardir, do'stlaringlardir. Sizlar savallikdan qilib solgan ishlaringlarda sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin qasddan qilgan ishinglarda sizlarga gunoh bo'ladi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Payg'ambar mu'minlarga ularning o'z nafslaridan choridir. Payg'ambarlarning ayollari ularning onalaridir. Kitobullohda urug' tuqqanlarning ba'zisi ba'zisiga miros elishda mu'minlardan va muhojirlardan yaqindir.
lekin mu'minlardan va muhojirlardan bo'lgan do'stlaringlarga vasiyat qilsanglar durust bo'ladi. Bu yana tuqqanlarning o'zaro mirosga varislik qilishi kitobda yana Allohning kitobida yozilgandir. O'z vaqtida biz payg'ambarlardan ahd oldik. Sendin, Nuhdan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan mahkam ahd oldik. Allah qiyomat kuni rastchillardan rastchilligi to'g'riliq so'raydi. Allah kafirlarga qattiq azob tayyorladi. Ey mu'minlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. O'z vaqtida ustinglarga kuffarlardan uyushgan urushqo'chi qo'shin kelgan edi. Biz ularga qarshi bo'ron va sizlarga ko'rinmaydigan qo'shin, ya'ni farishtalarni avatdik. Allah sizlarning qilgan ishlaringlarni ko'rib turg'uchidir. Ayni vaqtda ular yuqori tarafinglardanmi, töven tarafinglardanmi hujum qilib kelgan edi. Bu chaqda ko'zinglar chekchiyib qolgan, yuraginglar og'zinglarga qaplashib qolgan, Allah haqida turli gumonlarda bo'lgan edinglar. Bu yerda mu'minlar sinalgan va beshiga kelgan kunning qattiqligidan go'yo ularni yer silkiyotganda qattiq tavrinishga uchirgan edi. Ayni vaqtda munofiqlar va dillarda munofiqlik kesili borlar Allah va uning payg'ambari bizlarga quruq va'dalarni qilib ekan deyishadi. Ayni vaqtda ulardan bir guruh odam, ey Yasribliklar, bu yerda turmay qaytinglar deyishadi. Ulardan yana bir guruh odam, bizning uylarimiz haqiqatan ochiqchilikda deyishib, payg'ambardan ruxsat so'rashadi. Bularning uylari ochiqchilikda emas, ular faqat qechishni o'ylaydi. Agar shaharga to'rt tarafdan hujum qilib kirilsa, ondan ulardan iymonidan qaytish, musulmonlarga qarshi urush qilish talab qilinsa, ular bu talabni uzluksiz ravishda oz vaqt ichida qabul qiladi. Ular yana munofiqlar, ilgari Allohga jangda chekinmaslikka va'da bergan edi. Allohga bergan va'dasi so'riladi. Aytqinki, agar sizlar o'limdan yoki o'ltirilishdan qochsanglar, qechishning sizlarga hech qanday foydasi yo'q. Qaçqandımı sizlar dunyodan ozg'ina vaqt bahramon bo'la olaysizlar. Aytqinki, agar Alloh sizlarga biror yomonlikni iroda qilsa, kim Allohga qarshi turib sizlarni qo'g'diy olaydi? Agar Alloh sizlarga rahmat qilishni iroda qilsa, kim uningga aralasha olaydi? Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech ega va hech yordamchi topolmaydi. Alloh ichinglardagi boshqalarni jihoddan to'squvchilarni va qarindoshlarga Muhammadni va sahobalarni tark etib, bizning qishimizga kelinglar deguvchilarni obdan biladi. Ular jangga riyo qilib anda-sanda qatnashadi. Ular sizlarga yordamda bo'lishga bexildir. Agar ularga dushman tarafidan xavf keladigan bo'lsa, ularning sangi sakratga tushib qolgan odamdek qo'rqinchdan ko'zlarini pildiriltib qarayotganligini ko'rsan. Qo'rqinch ketganda, ular pul-molga oshko'z bo'lgan holda sizlarni keskin tillar bilan ranjitadi. Ular chin dillari bilan iymon etgan emas. Ularning kufri sabablik amallarini Alloh bekor qildi. Bu Alloh uchun osondir. Ular yana munofiqlar qattiq qo'rqonlikdan ittifoqdosh qo'shinni chekinmadi deb o'ylaydi. Agar ittifoqdosh qo'shin qaytib kelsa, ular qirda arabiylarning, ya'ni qir arablarning yanida turib, sizlarning xabarlaringlarni uqqash, tinish yetishni orzu qiladi. Ular urush vaqtida oranglarda bo'lgan taqdirdimi, qo'rqqanlikdan jang riyo qilib anda-sanda qatnashgan bo'ladi. Sizlarga Allohni, oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. Mu'minlar ittifoqdosh qo'shinni ko'rgan chaqda, bu yana qiyin ahvolda qolganda dushman ustidan g'alaba qilish Alloh va uning payg'ambari bizga va'da qilgan ishdir. Alloh va uning payg'ambari rost etdi deyishdi. Bu ish ularning Allohga bo'lgan iymonini va Allohning buyrug'iga bo'lgan bo'ysunishini texmi kuchaytirdi. Mu'minlarning ichida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabotlik bo'lib, shahid bo'lganga qadar dodillik bilan jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Parvardigorga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q. Allah rastchilligi uchun oxiratda eng yaxshi mukofot beradi. Munofiqlarni agar xolisi azoblaydi, yo ularni tavbaga muvaffaq qiladi. Allah haqiqatan bandalarga nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Allah kofirlar, ya'ni Madinaga hujum qilgan ittifoqdosh qo'shinni xafa qaytirdi. Ular maqsadiga yetolmadi. Allah dushmanga bo'ron va farishtalarni opridi qilib, mu'minlarni urushsiz g'alabaga erishtirdi. Allah kuchlidir, g'olibdir.
Allah ahli kitobdan mushriklarga yordam berganlarni qo'rg'onlardan tushirdi. Ularning dillariga qo'rqinish soldi. Ularning bir bo'lakini o'ltirdinglar va bir bo'lakini asir oldinglar. Allah sizlarga ularning ziminini, qo'ruv joylarini, mol-mulklarini va texislarning qadiminglar dastlab boqmagan ziminini maras qilib berdi. Allah har narsaga qodirdir. Ey payg'ambar, ortiq xarajat so'rab seni ranjitgan ayollaringga aytqinki, agar sizlar dunyo tirikchiligini va dunyoning zibu zinatini ko'zlasanglar, kelinglar, sizlarga bir oz narsa beray, sizlarni chiroyliqcha qo'yib beray. Agar sizlar Allohni va Allohning payg'ambarini oxirat yurtini ixtiyor qilsanglar, Alloh haqiqatan ichinglardagi yaxshi ish qiluvchilarga cho'ng savobni, ya'ni ko'z ko'rmagan, quloq anglamagan va insonning ko'ngliga kelmagan nozu ne'matlar bor jannatni tayyor qildi. Ey payg'ambarning ayollari, ichinglardan kimki oshkor qabih ishni qiladi ekan, uningga hassalab azob qilinadi. Bu Allohga osondir.